Assalamualaikum. Men hozir teplik rotorni simsiz to'g'ri ulashni so'rab o'taman. Oldinda rotorimizni zavodasiga qaytarib olgandan keyin uniki maxfiy numarni topishimiz kerak. Maxfiy numar normalda rotorniki keyin tarafida, ya'ni orqa tarafida mana bunun o'xshash holatga keldi. Mana pin degan shu maxfiy numar shu bo'ldi. Buni maxfiy numarni kirgizib olgandan keyin telefonumuzun bu tanışık bu rotor manage rotor deganini bassak mı buldu? Mana bu yer kirdi. Eğer bu yerga mi torkovochni açıp bunu bassak mı o'xshash. Hozir men siz kirib bo'lgan deb turib oldi. Rotorni qayta qo'zg'atishim kerak. Mana rotorni qayta qo'zg'atib oldim. Turkiyaga kirib mana o'sha IP ni bassak bo'ldi. Zavoddan kelgan maxfiy numeri admin. Ism maxfiy numeri o'xshash. Tamam. Endi agar kimda rotorimizni maxfiy numeri yo'q holatda ishlatmoqchi bo'lib qolsak, mana bu buni kirimiz bunu tanlab olsak bo'ldi. Mana bu asildagi maxfiy numeri. Şunu tanlab olsak, bu maxfiy numeri inovasiz bo'ldi. Buni basgandan keyin maxfiy numerni tanlagandan keyin bu rotor yengil qayta qo'zg'aldi. Shuning uchun telefonimizni rotorga qayta ulashimiz kerak. Bunu taqmabdim ha. Mana. Mana buningdagi qulp maxfiy numeri yo'q edi. Yana qayta kiramiz. Buni yangilashga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Bu yana siz kirib bo'lgan deb turibdi. Men rotorni qayta qo'zg'atishim kerak ekan. Qayta qo'zg'atib oldim yana. Qayta qo'zg'atib yana kirdik. Kirgandan keyin shu verlays yana simsiz to'g'ri degan gap bo'ldi. Mana simsiz ulanish. Mana buningdan buningga bu yerga to'g'ri belgisi qo'yamiz. Bu yerga to'g'ri belgisi qo'ysak bunday chiqadi. Bu yerga to'g'ri belgisi qo'ygandan keyin buni bosamiz. Buni bassak shu yaqin atrofdagi signalni eng kuchli bo'lgan to'rlarni chiqarib berdi. Mana bunu bassak yanglaydi, atrofdagi to'rlarni qaytini izlaydi. Mana buniki signalni qanday kuchli ojizligini qanday bilamiz deganda bu mana shu 58 dB degani qancha tuvan bo'lsa shuncha kuchli bo'lgan bo'ldi. Buni ulash uchun buni basamiz. Mana buni basgandan keyin mana bu maharat chiqdi. Buni tamam, endi bu saqlashni bosamiz. Saqlashni bosgandan keyin
siz mishni qarasizlar, mishni ulamsiz deydi. Ha, deb muqimlashni besatdik. Muqimlashni besib bo'lgandan keyin mana yana qayta kirib qaraymiz. Saqlandimi, saqlanmadimi? Tamam, saqlanibdi. Endi biz bu yerda eng diqqat qilgan yerimiz mana bu DHCP. Uni cho'qim taqib etishimiz kerak. Buni kirgandan keyin mana bu holat chiqadi. Biz bu holatga bu yerga to'g'ri belgisi qo'yamiz. Mana buni taqgandan keyin bu butun qayta qo'zg'alish beradi. Buni ozroq vaqt ketib qoldi. Shuni buni qisqartirib o'taman. Mana qayta qo'zg'alib bo'ldi. Qayta qo'zg'alib bo'lgandan keyin mana rotorni ulaymiz buni. Agar rotorimiz shu to'rga muvaffaqiyat ulangan bo'lsa, telefonimiz shu rotorga ulanadi. Agar ulanmagan bo'lsa, IP file deb, IP alamati deb xatolik chiqadi. Mana bu rotor hozir to'rga ulandi. Agar kimda rotor to'rga ulanmasa, yana boshqa to'rga ulab sinab baqish uchun qanday qilamiz deganda, buni besib turamiz. Mana advanced degan buni qaraymiz. Bu boshqa telefonlarga o'xshamasligiga qarab har xil shaklda chiqadi bu. Shu xatni tunusanli bo'ldi. Mana bundan keyin IP tanishirish degan kirib, mana buni state qilamiz. Mana tegedagi g'uva bo'lgan sonni 192 168 0 2. Hargiz bir qilmaymiz. Bir yoki birdan boshqa qanday san qilsak bo'ldi. Chunki bizning rotorimizning IP'si 1. Rotorimizniki 168 chikit 1 o'qib qolsa 1 qilamiz, 0 o'qib qolsa 0 qilamiz. Shu qanday o'zgartgan bo'lsa shunda tanishamiz. Mana. Men hozir qanchaga tanishib 68 ga tanishidim. Mana bu bizning rotorimizniki bu 1.